Belarus neft do'stlar. Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa biz Paternikidan o'tib zapravkaga kirdik, o'sha Kruyda oldidagi bag'ini Verxnodvinskiymi shunaqa deyilardi. Inshaalloh Belarusga o'tib oldik. Rossiyagacha yetadi taxomiz vaqti. Hozir zapravkani qilib, Xudo xohlasa Rossiyagacha haydaymiz. 150 topib olsak, bemalol o'zimiz quyadigan joygacha yetish kerak. Mana hozir quyilyapti. Quyamiz va qochamiz do'stlar, shunaqangi qilib. Inshaalloh duo qilib turinglar. Yangi yilgacha eson-omon yetib olaylik. Oldimizda hali 5000 kilometrlik yo'l bor. Belarusda shunaqa gaplar do'stlar. Xudo xohlasa sizlarning duolaringiz bilan eson-omon yetib olsak, yangi yilda oila davrasini narxini ko'ringlar. Yangi yilda oila davrasida o'tkazdirish nasib aylasin barchamizga do'stlar. Zapravkamiz bo'ldi. Endi hozir kirib pulini to'lab chiqdik-yu. Narsalarimiz boshqalarni olib ketsak bo'ldi do'stlar. Duo qilib turinglar. Biz Belarusdamiz. Rossiyada internetim ishlamay qolishi mumkin. Lekin imkon qadar videolarni qo'yib borishga harakat qilaman. Assalomu alaykum do'stlar. 304-kilometr Tatneftamiz. M5 304-kilometr Moskvadan kelish. 305 ham deyiladi. Nargi tomonda ham bor. Xullas kalom, Luboy объем. Bugungi mana 22-dekabr 2025-yil qanaqasi bilan 59 dan beryaptilar ekani. Dokumentalni -30 ushlaydi deyapti. Endi realni 15-20 ushasa ham Xudo xohlasa Qozog'istonni degan bo'lar ekan. Qozog'istonni sovuqlariga biz sababini qilamiz. Avvalambor Alloh qolganiga Allohning bir narsa deb bo'lmaydi. Hozir ikkala bakni ham to'ldiryapmiz. Mayli, salarkada quyishimiz qimmatga tushsin. Refni ham to'ldiramiz. Lekin mana o'zi faktiski 70 lik salarka, 71 lik salarka mana ko'rishingiz mumkin. 71 lik salarka bizga buni shu nalichkaga 59 dan beryapti. Kesalar mana shu grantda turgan bo'ladi. Bu boyag'on so'raysizlar. Ikkala bakni ham to'ldiramiz biz do'stlar. Xudo xohlasa Qozog'iston sovuqlariga biz tayyormiz. Qolgani endi Allohga tavakkal qilib yuramiz do'stlar. 22-dekabr mana. Bu tomonimizga ikkita ketibdi, u tomonimizga ham to'ladi. Xudo xohlasa to'ldirib keyin yuramizda. Bizni kuzatib boring do'stlar, like podpiska esdan chiqmasin. Ana shu quyoshga aldanmanglar akalar. Assalomu alaykum barchaga. Bugun mana 25-dekabr bo'lsa, Sagarchimga kelganimga xullas kalom. Hop, soatda hisoblasak 30 soatdan o'tdi. Kecha ochretimni olib, istaga kelib dam olganmiz, ham mashinamiz bilaga elektr filtri sal yorilib qoldi. Havo qo'yib, havo to'plagan qiynalib turadi. Orqada sherigim otaxonaga borlar. Hali parovozimiz. Hozir kelsa sekin qo'shilib ketamiz. Xudo xohlasa, ana ko'rib turibdi. Mana sherigim otaxonaga. Parovozimiz turibdi, bo'ldi. Ular kalom bittadan oldik biz. Chegara vaqti ishlamayapti. Sovuqqa kelsak do'stlar, -15 sovuq bo'lyapti hozir. Harakatlarimiz yaxshi. Qaror qilgani mashina o'chirayotdik. Ref o'chirganimiz yo'q. Rejim +5 rashda turibmiz. Qo'llar ham bo'lib qolyapti to'g'risi. Otaxon akam kelsa endi o'zim ochretimdan qo'shilib Xudo xolasa kirib ketamiz granitsachiga. Lekin bu quyosh yolg'onchi. Dunyodagi eng baxtli odam men desam bo'ladi. Sababi Qozog'istonga o'tib oldik. Где-то bir 35 soat vaqtim ketdi. Ko'pchilik yozibdi, nimaga sasdan kelib olding, kelib uxlab maza qilib ketyapsanmi deb. Yo'q, kelib uxlab maza qilganim yo'q. Ona nima dedi? Sekolab ketdim. Men короче, mashinam vozdux to'planmay qolayotdi. Hammadan so'rab kelib, ochretimda keldim. Mana o'tdim, oldimda sherigam bor. Xudo xohlasa, mana hozir minutimizdan yetar ekan. Mashina qanaqa havo qilayotganini eshitasizlar. Men o'zimdan o'zim
bunaqa qilib kelgani yo'q. Mashina orqasidan havo qo'yib yuboryapti. Dvigatel filtrim yorilib qolgan. O'shaning orqasida kelib turdik. Mana ovozni eshitish mumkin. Mana. Bunaqa gaplar do'stlar. Do'stlar, rekord qo'yishimga ozgina qoldi. Lekin nasib qilmagan ekan. Sababi Gollandiyadan Toshkentga, Toshkentdan Gollandiyaga borib kelishimizga 25 kun vaqt ketdi. 2-dekabr kuni ketgan bo'lsam, mana bugun 27 dekabr bo'ldi o'zi. Biz ketib keldik Turkistondamiz. Ertaga borib chegaradan o'tsak 26 kun bo'lib qolar ekanda endi. Nima deymiz? Hozir biz Fatima Bibi degan kompleksda qoldik. Bu Turkistondan chiqib 30 kilometrdan keyin yangi stoyanka. Ovqatlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas, ovqatlari ham zo'r. Eng qizig'i, birinchi marta kirgan shopirlarga dushi, stoyankasi bepul ekan. Ikkinchi martasiga 1000 tanga dush, 500 tanga stoyanka. Bilyard bor, karaoke bor, qo'shimchasiga mehmonxona bor, qosalaring, yengil mashinalar uchun. Lekin ovqatlariga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kak Poложение restoranga o'xshagan Fatima Bibi. Turkistondan chiqasizlar, 30 kilometrdan keyin Chimkentga qarab yurganlarning yo'l o'ng tomonida keladi. Biz shu yerda qoldik do'stlar bugun. Endi ertagalikka Yallamaga borib, ochretimizga turib, endi Skaraportga o'tkazishsaga bezovchilik o'tib ketamiz. O'zbekistonga kiramiz. Bizni kuzatib boringlar. Assalomu alaykum do'stlar. 27 dekabr Toshkent Gollandiya Toshkent safarimizni 25-kunidamiz va Yallamada 11 kilometr ochretga kelib to'xtadik. Ochret ya'ni qayerda sizlarga aytgan, mana ko'prikda. Qaranglar. Yukum Skaroport, mana kodini ham ko'rib ko'rishlaringiz mumkin. Yukum Skaroport. Ko'ryapsizlar 0602. Yetmaganiga mashinadan havo ham chiqib turibdi. Havo chiqyapti mashinadan, mana hozir eshitiraman sizlarga. Lekin qo'pol qilib aytganda, to'tni qisib ochretda turibmiz. Eng mazasi sherikka soat 12 dan o'tishi bilan tug'ilgan kunlar biz ochret bosishadi. Hozir endi aytamizda sherikda tilab qo'yamiz. Oyna chiring. Nozimjon aka, mana 11 kilometr ochretga kelib oldik. Soat 12 dan 1 minut o'tganda tug'ilgan kunlari. Tabriklab qo'yamiz, dezochret bosas aka. Qarangda mana Skaroport bilan havo chiqqanini o'zingiz ko'rib turibsiz. Sagarchindan beri kelyapman, filtr topolganim yo'q. Ko'tni qisib ochretda turibman. Tug'ilgan kundan boshqa bahana bilan keladigan bo'lsalar, o'ynaylarni tosh-bosh bilan sindiraman aytib qo'y, qizig'i yo'q. Mana shunda turibmiz do'stlar, kelaverasizlar. Akalar, probegda qaranglar. Va nihoyat Toshkentga yetib keldik. Inshaalloh Xadragorobga ketyapmiz. Rastamoshga yana bu mashinamiz rasvoti, bu o'pshi yurgan probegimiz. Safarimiz yakunlanyapti do'stlar. Mashinani probegini ko'rdinglar o'zlari. Endi hozir Rastamoshga kirsak, ertaga Rastamoshkamiz bo'lsa, yuklarni tushirib ketamiz. Biz Toshkentdamiz. Inshaalloh o'tib oldik, hammasi joyida. Endi faqat ertaga Rastamoshkani qilib, cho'ntagimizga pulni olish qoldi xolos. Nima deymiz endi? Yo'ldagilarga, cho'ldagilarga omad tilaymiz. Kecha-kechqurun Sherikda tug'ilgan kuni meni Skaraportligimni to'g'ri tushunib, o'sha 7 kilometrgacha keldim yurib, 7 kilometrdan keyin Ochretda 7 kilometr kelgandan keyin bag'aga ozgina Sherik tug'ilgan kuni deb akalardan so'rab haydadik. Xudo xohlasa barchaga rahmat. Biz yetib keldik Toshkentga. Qolgan videolarni ertaga ulashaman sizlarga. Bugun mana Rastamoshkaga borib, damda olib, ertagalikka Rastamoshkani qilib, inshaalloh tushirib uyga qaytamiz do'stlar. Barchalarga rahmat. Akalar, o'zi Germaniyada bo'lsa ham biroz gapimizga Toshkentdaman desam, aka kelib qolibsiz deb dastavkalarni qilib jo'natib oladigan jigarlarimiz bor. Abdulla jigar, kattakon rahmat. Xudo xolasa biz shu yerda qoldik bugun. Ertagalikka Rastamoshga qilib olamiz.
Hozir biqindi qilamiz. Yotib damda olamiz. Xudo xohlasa ertaga endi tushiramiz. O'sha gap aytganimdek jigar, kattakon rahmat, sog' bo'ling. Shogird bo'lsa shunaqa bo'lsa-da, ustoz deb qo'yadi. Mana shogird deb qo'yaman. Mana shu yerda turibmiz akalar. Hozir biqindi qilamiz, damda olamiz. Oldinda xitoyliklar reflari bilan kelyapti, bunaqa qilib gap so'z bo'lishi mumkin emas. Doktor Dizel do'stlar, bu Yevropeslar bizni loh deb o'ylaydi-da. Xullas kalom, yukliklaganimdan keyin avans berdi. Yo'lda yurib keldim, Toshkentga kelganimdan keyin Rastamoshkadan keyin pul berish kerak edi. Ular pulni tushirmadi. O'rtada bayramni bahona qildi. 25-dekabrda bahona qildi o'zlarini bayramini. Keyin Toshkentga kelib, O'zbekistonlik yukli egasini rozi qilib, chunki O'zbekistonlik yukli egasi pulni 100% to'lab bergan. Lekin Yevropadagi ikkita o'rtakash kompaniya menga pulni to'lamagan edi. Xullas kalom, mashinani yuki bilan olib kelib yuborganman. Mana hozir resni ham ko'rsataman sizlarga. Mana resni ham yoniq turib ko'ryapsizlarmi? Xullas kalom, yuki bilan mashinani olib kelib yuborganman Qo'qonga. Keyin ularga shunaqa shart qo'ydimki, qachon meni pulimni oxirigacha to'laysan, Qo'qondan Toshkentga 2 marta bordi keldi yo'l kirani pulini berasan, keyin seni yukingni olib borib tushirib beraman deb aytdim. Va nihoyat pulimizni tushirishni boshladi ular. Xudo xohlasa endi dushanba kuni borib yukni tushirib qaytib kelamiz. Nima deymiz endi, ko'pchilik yukni aldaydi, boshqa qiladi. O'zimiz ham Novosibirga borganda kuyib qolganmiz. O'zbekni aldash uncha-munchasiga emas. Yevropeslar bizni pulga kida qilmoqchi edi, lekin yuk bilan Qo'qonga olib kelib borib, biz ularni chiroyligina qilib kida qilib qo'ydik. Endi mana pulimizni to'layapti, yukni olib borib tushirib beramiz do'stlar. Yangi yildan keyin bizda shunaqa gaplar. 2026-yil barchaga qutlug' kelsin. Yo'ldagi Cobaltchi, Gentrachi, xullas kalom, Bolgarka motor akalar. Sizlarning motorlaring 1,5 litr bo'lsa, bizning motorimiz 13 litr. Toshkentga tegashli o'zi yo'lga chiqdik. Ildan Patirdan mana patirlarni oldik. Ildan Patirdan patirlar olib ketyapmiz Toshkentga. Sababi akalar, yangilik. Xudo xohlasa garajimizga Kilus 05 hozircha. Chunki sababi bitta man olganmiz. Motorida ishi bor. Motorni qilib olganimizdan keyin Kilus 1 desak bo'ladi. Ildan Patirdan ana 13-chisi. Sadoqat svetofordan o'tishim bilan biz birinchi kelib o'n qo'lda. Mana shu yerdan olib tegashli o'zda yo'lga chiqdik do'stlar. Yo'lda Toshkentda ichida, Perivalda, ash nomerni tanib oylarda bosib yotmaylar. 90 gacha любой mashinalarni razgonda olib qo'yadi. Xudo xolasa Toshkentga qarab yo'lga chiqdik, patrlarni oldik. Bizni kuzatib turinglar, yangilikni zo'rlari bo'ladi do'stlar. Metallashlayapti, eng nimasi ochretlar yo'q. Sadoqatdamiz, ildan patrlari. Mana shu patrlarning ichida akalar, ildan patr, har xil patrlar nomi bor. Yozib ketinglar, nima patrning nomi yo'q mana shu yerda o'tganlar bilan. Assalomu alaykum do'stlar. Kecha ko'pchilik bu mashinamizni so'radi. Narxini aytaman dedim sizlarga. Mana bugun aytaman do'stlar. Mashinamiz 26 ming dollarga olindi. Mana shu holati, motori ketgan. Blogval galopkasi pishgan, motor yo'q hisob deylik. 6 ta balon yo'q hisob. Bu mashina o'zimizni yaqin ukaxonning mashinasi edi. Mana shu mashinani akalar 26 ming dollarga oldim. Mana korobkalari retardali. Xullas kalom, yurgizib chiqaman deydigan bo'lsam, hozir hisoblasam o'rtacha 7 ming dollar motoriga ketyapti. Balon bilan xullas kalom bir 10 ming dollar sarfi bor. Endi 2 ming dollar oldindan berdim. Qolgan 24 ming dollarni shu yilning oxiriga beradigan bo'ldim. Variant hisobiga 26 ming dollarga mana shu mashina olindi. Naqd pulga 22 ming dollarga berilmagan edi. Kimdir 20 ming qilgan, kimdir 21 ming, 22 ming dollargacha chiqqan, berilmagan edi. Endi qaranglar. Sizlarga taklif, kimdadir 2017-yil yurib turgan va 18-yil yurib turgan probegini qizig'i yo'q. Euro 6 motori bo'lsa, Citroen motor qo'ydirmoqchi bo'lsa, Citroen motorda 2019dan 18dan boshlab 21-yilgacha bo'lgan Citroen motorlarimiz bor. 6 ta motor. 6 ta motordan bittasini boshma-boshiga qo'yib yurgiztirib beraman. Sizning motoringiz ham ideal bo'lishi kerak. Sizga ideal motor qo'yib yurgizib beraman. Menga Euro 6 motor nimaga kerak?
Yevropaga chiqqanim uchun AdBlue'ni o'zini qo'yib ishlatishim kerak. Shuni hisobiga menga Euro 6 motor kerak. Aslida hozir bunga Citroen motor qo'ysam, o'zimga bu arzon tushadi. Lekin Citroen motorni qo'yib, AdBlue'ni ishlata olmayman do'stlar buni. O'shani hisobiga kimga Citroen motor kerak bo'ladigan bo'lsa, 6 ta Citroen motordan bitta zo'rini qo'yib, yurgizdirib, programmalarini qilib, cho'tka qilib beraman. O'zingiz yurib turgan Euro 6 motoringizni berasiz. O'zingizni motoringizga qancha garantiya bersiz, 1 reslismi, 2 reslismi, mana o'sha qo'yib yurgizib bergan Citroen motorimga o'sha 1 res, 2 res siz bergan garantiyani o'zim beraveraman do'stlar. Qiziquvchilar bo'lsa bu taklifga telefon nomer qoldiraman. Telegramdan aloqaga chiqinglar yoki hozir yoqib qo'yaman telefonda. O'zlaring telefon qilsalaring gaplashamiz. Probegini qizig'i yo'q. 17-18-yil Euro 6 manda motori kerak. O'rniga Citroen motor beraman. Yana doktor dizel do'stlar. Hop, oq toychog'imizda, oq tulporimizda o'sha problemali yukimizni muammolari hal bo'ldi. Hozir mana bugun 5-yanvar Toshkentga ketyapmiz. Bugun kechqurun tushirib olsa, ertaga 6-yanvarga Toshkentdan Qo'qonga yuk borlar, referevoga laytoringlar. Xudo xohlasa yuk tushirib, Qo'qonga yuk olib qaytamiz endi. Pulimizni tushirib berishyapti. Enok moylari do'stlar. Jigulidan tortib mana shunday katta furalargacha bemalol quysalayam bo'ladi. Xudo xohlasa Toshkentga qarab ketyapmiz. 16 tonna yukimiz bor. Gollandiyadan olib keldik. Pulimizni bermagandan keyin yuki bilan qaytarib olib kelaverdik mashinani. Hozir pulni to'lashyapti. Borib yuklarni tushirib beramiz. Albatta Qo'qon Toshkent borib keldi, yo'l kirani ham qo'shtirib oldim. Xudo xohlasa yukni tushirgani ketyapman. Hop, yana ko'pchilik Qizilmandi Persepiga qiziqqan edi do'stlar. Qizilmandi Persepi ham mana turibdi. Mana shu Ref, Termoking Persep Qizilmandi. Buni ham qolganini ko'rsataman hali. Hozircha biz Vodiyni Perivalda bo'lamiz. Kechqurun Toshkentga borib, kechasi bo'lsa ham yukimizni tushirib olamiz. Chunki kechasi kelsa ham yuk tushirib olaman degan. Hozir aniqdan pulni Abdulla olyapti. Biz yo'lga chiqyapmiz. Va nihoyat Gollandiyadan kelgan gulma daraxtimizni taqdiri hal bo'ldi do'stlar. Bu mahluqni turishini qaranglar. Buni bunga zo'r laqab topdim. Ajdarho bu. Neden yuradi? Olov birgedi. Ajdarho turishini qaranglar mana. Bu mana o'zimizda oq tulpor. Akamizning mashinasi. Bitta yengil uchinchani qildik. Temurbek bilan shu yerda ko'rishib, xudo xolasa, ratsiya bor-a? Ratsiya endi qo'yamiz. Endi qo'yamiz. Bo'laveradi. Xullas ikkalamiz Toshkentga qarab ketyapmiz. Yuk tushirgani shu yerda ko'rishib qoldik jigar bilan. Profildan artib tamam bitta o'tib qo'ysalaring. O'zbekistonchiligi meshni kontentlarni zo'ri bo'ladi. Refimiz ham ishlab turibdi, xudo xolasa. Yuk tushirgan ketyapmiz. Ohangarondanmiz do'stlar. Xudo xohlasa akalar pulni oldik. Yukni tushiryapmiz. Ko'pchilik yukka qiziqdi-yu, nima yuk mana. Kerak ko'chat desak ham bo'laveradi shunaqangi. Xudo xohlasa yuk tushiryapmiz akalar. Pulni oldik. Samig'lamnisi. Yana moylari ham shu yerda. Xudo xohlasa bugun Toshkentdan ketamiz. Hammasi joyida. Hammasi chiroyli bo'ldi. Mana shu o'sha Gollandiyadan olib kelgan ko'chatlarimiz. Mana dub daraxtining ko'chatlari do'stlar. Yuklar turyapmiz. Mazza. Assalomu alaykum. Yo'q ketdim anchadan berib. Oq tulporimiz 05 manimizga yordam qildi, yordamga keldi. Hammasidan ham mana shu furalarda 103 da bular endi. Skoriy pomosh. Doktor China. Kelaverasizlar. Akamlarga rahmat. Hozir mana 6 ta balon qo'yib ketishdi mashinaga kelib. Mana o'zidan chiqqan uchamchasi remontlarni olib ketishyapti. Orqasiga mana Goodyear qo'ydik 4 ta. Orqaga, oldiga 2 ta mishka bosdik. Rabochiy balon, yangi balon, remont qolaversa. Shu 2 ga bo'linib ketgan balonni ham ulab beraverasizlar a? Shunaqa sizmalar bo'lsa, doktor Chinaga murojaat qilaverasizlar, nomerlarni yozib qoldiraman. Xullas kalom, mashinamizga mehr berish boshlandi do'stlar. Nimalar istiradi kim yo'lda qo'yib? Bundan mana podkashka qilib havolarni damlab. Ustakalar, sizlarga rahmat.
Mehnatlagan halol akamizni mehnatini hurmat qilganlar uchun like podpiskani bosib qo'yinglar. Doktor Chinani atmetga olib ketaman. Pahlavon aka sizga ham rahmat. Shogirdlarga gap bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa. 05 manimizda balonlari ideal yuradigan holatga keldi. Endi bu qolgan persepti balonlarga ozgina mehr berish kerak. Mana uchta petda sotilayotgan balonlar bor. Bularni Doktor Chinaga beramiz, o'zlari bilan gaplashsalar ham bo'ladi bemalol do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xohlasa Ahmadjon akam bosh rolda boshladik. Yangi val, yangiki original val, blok val, ko'ryapsizlarmi holatini valni. Xullas motorimizni sborkasini boshladik. O'sha qizil ma'nimizga yangi gilzalar, 6 ta yangi gilza, kolsa, kladish. Xudo xohlasa mana shu ma'nimizda yig'ishda boshladik motorini. Pritsepimiz tayyor do'stlar. Xo'p, motorni o'rniga o'rni almashtirishga sitrak chakalarimiz ham chiqdi. Euro 6 motor beraman deb. Oxiri o'ylab shunga qaror qildimki, o'zini motoriga zapcha solib, pulim ko'p ketsa ham ido qilib yig'aman dedim. 0 dan. Xudo xohlasa enok pritsepimiz ham hadavoylari bo'ldi. Ko'ryapsizlar, hozir yana yaqindan ko'rsataman. Ma'nimizda ref pritsepi bu. Xullas kalom, ikkita pritsep hadavoyiga $1700 pul sarfladim. Yangi qizildi pritsepi bilan oqti pritsepi hadavoyda o'ziga $1700. Motorda $3000 ga blok val, 1,5 ga galopga, yana qolgan mayda chuydalari bilan xullas motorimizga общий hisobda где-то bir $7000 pul ketyapti. Shu aytganimda bir pochka bilan qizil ma'nimiz ishga chiqar ekan. Hadavoylari, motorlari yangi bo'lib, qolaversa biz mana Doktor Dizeldamiz. Magazin, orqasi ustaxona, kesalar, motor, hadavoy, hamma narsa eng vishi, eng yaxshi nimalarda bo'ladi. 530 talikda ham kelib qopti mana. Xudo xohlasa bugundan motor sborkasini boshladik. O'zim ustachilik qilib o'zimiz qilganimiz uchun ko'p joyini video qo'yishga vaqt bo'lmadi. Hozir mana valni joyiga qo'yish jarayonidamiz. Xudo xohlasa 3-4 kunda motorni ham zavod qilib to'g'rilab olamiz. Porshelarimiz mana shu temir porshelar bo'lyapti. Короче 500 talik motor qilib yig'ilyapti. Xudo xohlasa mashinamiz hammasi joyida. Doktor Dizel do'stlar va bizni jonajon mo'ykamiz. Pritsepni yilini taxmin qilib turinglarchi, hozir mo'ykadan keyin bitta sizlarga obzorini qilib ko'rsatamiz do'stlar. Hozir addushi qilib bu pritsepimizdan yuvilyapti. Enok pritsepimiz naryoqda turibdi. Xudo xohlasa oq tulporda biz Polshaga ketamiz. O'shangacha qo'limdan kelgan ishlarni qildirib qo'yyapman. Mo'yka kerak bo'lsa mana shu nomerlarga telefon qilsalar ham bo'ladi bemalol. 24 ga 7 deb qo'yishgan, har kuni ishlashadi. Lekin o'sha ertalab soat 9 dan boshlab kechki payt soat 8-9 gacha ob-havoga qarab ishlanaveradi do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar bemalol. Mo'ykani ajali shu yerda bo'ladi. Do'stlar, mo'ykadan keyin mana pritsep ko'rsataman sizlarga. 2007-yil Schwarzmüller pritsep 16000 matachasi ishlagan originali agregatimiz SL200 Termaking. Hop, pritsepimiz tarasi 9,5 tonna, paletigacha bor, safmos utkada, hadavoyiga, mana shu pritsepda hadavoyini o'ziga где-то $1400, $1300 pul ketdi xullas. Mana shu pritsepimiz stenasi, eng qizig'i stenasi bor buniki. Stenani nimasi 9. Hali stenam 7 deb maqtanadiganlarga stenamiz 9 bizniki xullas. Hop, bu pritsep nech pulga olindi? Bu pritsep naqd pulga $19000 bo'ldi. Mana alyumin diskalarda bitta diskamiz shu Doktor Chinada ko'rib turibsizlar. Hadavoyiga o'sha aytganimdek $1400 pul ketdi. Yangi kalotka, lentakalar bor, 6 ta yangi amortizator. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ramali pritsep hisoblanadi bu. Tarasi og'ir.
Yevropaga bo'laveradi, lekin Rossiyaga endi bilmayman, hozir klientlarimiz ham ancha yaxshi bo'lib qoldi-yu. Ilgari tarasi og'ir deylardi. Men bilan tarasiga deta bir 17-7 chiqyapti. Shuni hisoblaydigan bo'lsak, mana shu persepimiz shu qizil ma'nimizga ulanadigan persep. Xo'p, narx pulga 19 ming bo'ldi. Variantni hisobiga 3 ming dollar berdik. Qolgani 2 yilga 27 ming dollar bo'lyapti. O'sha qilgan rasxotimiz suda bilan billa. Oldindan 3 ming berdim, persepni oldim. 2 ming yana hadovoy motor sarflagan bo'lsam 5 ming bo'lsa, xullas kalom yana 2 yil ichida 22 ming dollar pulni bersak bo'ldi. Bu persepimiz oldin Yevropadan olib kelgan edi, yaqin akaxonimiz kallalarni sotib olishadi, turadi. Shuni o'zimiz olib ishlatyapmiz endi. Xudo xolasa, paletlari ham katta, ko'rishlari mumkin. Kubasi shu 86 kubami shunaqa. Polning xodim Yevropaga ishlashga yaraydigan, arziydigan persep. To'rtta ruchka, orqasi chang bo'lib e'tibor qilmaysizlar. Ichlari ham normal turibdi. Buni qizilga e'tibor qilmaysizlar, bu persep tarasi nimaga og'ir? Oldin ana go'sht tashiydigan miyasavoz bo'lgan. Qizil ma'nimizga mana shu ulanadi. Kideta bir tarasi 17-7 chiqadi. O'zingiz ham fikrlang, qoldiringlar, arzonmi, qimmatmi? Xullas kalom, biz shuni o'zimizga ma'qul ko'rdik. Sizlar bilan ulashib qo'yyapmiz. Hozir moykadan chiqdik. Endi narga persep topib kiramiz moykaga. Xudo xohlasa, holati zo'r persepti. Keyin bo'l yangi hadovoydan keyin yana ham udar bo'ldi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xohlasa, Ahmadjon akam bosh rolda boshladik. Yangi val, yangiki original val, blok val, ko'ryapsizlarmi holatini valni? Xullas motorimizni sborkasini boshladik. O'sha qizil ma'nimizga yangi gilzalar, 6 ta yangi gilza, kolsa, kladish. Xudo xohlasa, mana shu ma'nimizni yig'ishda boshladik motorini. Persepimiz tayyor do'stlar. Xo'p, motorni o'rniga o'rni almashtirishga sitrak chakalarimiz ham chiqdi. Euro 6 motor beraman deb. Oxiri o'ylab shunga qaror qildimki, o'zini motoriga zapcha solib, pulim ko'p ketsa ham ido qilib yig'aman dedim, noldan. Xudo xohlasa, enok persepimiz ham hadovoylari bo'ldi. Ko'ryapsizlar, hozir yana yaqindan ko'rsataman. Ma'nimizda ref persepi bu. Xullas kalom, ikkita persep hadovoyiga 1700 dollar pul sarfladim. Yangi qizilda persepi bilan oq persepi hadovoy doziga 1700 dollar. Motorda 3000 dollarga blok val, 1,5 mingga galopga, yana qolgan mayda chuydalari bilan xullas motorimizga общий hisobda где-то bir 7000 dollar pul ketyapti. Shu aytganimda bir pochka bilan qizil ma'nimiz ishga chiqar ekan. Hadovoylari, motorlari yangi bo'lib, qolaversa biz mana Doktor Dizildamiz. Magazin, orqasi ustaxona, kesalar, motor, hadovoy, hamma narsa eng vishi, eng yaxshi nimalarda bo'ladi. 530 talikda ham kelib qopti mana. Xudo xohlasa bugundan motor sborkasini boshladik. O'zim ustachilik qilib o'zimiz qilganimiz uchun ko'p joyini video qo'yishga vaqt bo'lmadi. Hozir mana valni joyiga qo'yish jarayonidamiz. Xudo xohlasa 3-4 kunda motorni ham zavod qilib to'g'rilab olamiz. Porshelarimiz mana shu temir porshelar bo'lyapti. Qarochi 500 talik motor qilib yig'ilyapti. Xudo xohlasa mashinamiz hammasi joyida. Barchaga xayrli kech do'stlar. Xudo xohlasa qizil 05imizda motori yig'ilyapti mana. Alimjon usta bosh rolda. Motorda ido qilib mana maxli gilza bilan kolsa qo'yildi, gliko qo'yildi, kladishlar. Galovkamiz mana bu yerda tayyorlanyapti. Euro 5 galovka, umuman tresheniyasi yo'q. Chotki holatda qilib xullas kalom mana shunaqangi noldan yig'yapmiz do'stlar mana. Karzinka bilan distsiplina ham yangi qo'yilyapti. Xudo xohlasa motorimiz ideal. Qolaversa yangilikda ikkinchi qismi mana yerdan oq tulporimiz tayyor turibdi.
ertaga ertalab Farg'onadan Polshaning Lodis shahriga atirgul yuklagani ketaman. Hop, tegachdi, oldi hadovoylari bo'ldi. Tarsiyona qilindi, oldi tomon hadovoy qilindi. Xudo xohlasa, tegacham at-ido bo'lyapti. Pritsepimiz tayyor narada turibdi. Oq tulporimizga ertaga ertalabga Xudo xohlasa Polshaga yuk tutamiz. Oq tulporimiz jangga tayyor do'stlar. Bizni kuzatib boringlar. Endi o'zim ketib qolaman, lekin sochoq chetda qoladi. At-ido qilib tayyorlanadi, xudo xohlasa do'stlar. Doktor Dizildamiz, xizmatga kelasiz. Assalomu alaykum do'stlar. Germaniyaning Mahle brendi rasman O'zbekistonda. Germaniya sifatini qadrlovchilar Mahleni bemalol bizning do'konlarimizdan xarid qilishlari mumkin. Aziya Avtoplus O'rta Osiyodagi Mahlening rasmiy dillariga aylandi do'stlar. Qolaversa, Aziya Avtoplusda qolgan filiallaridan, Doktor Dizeldan va qolgan viloyatdagi filiallaridan bemalol Mahle qo'yishlari mumkin do'stlar. Mahle filtrni bilgan biladi. Sifati zavoddan qo'yiladigan filtr bilan bir xil bo'ladi do'stlar. O'zbekistondagi jamiki furalarda hammasiga filtrlarimiz bor do'stlar. DAF Euro 6 deysizlarmi, Mercedes deysizlarmi, MAN Euro 6, Euro 5. Xullas O'zbekistonga kirib kelgan jamiki furalar borki, hammasini original filtrlari Germaniyada ishlab chiqarilgan. Bemalol ham bo'ladi. Hatto bir tanasiga hayron qoldim. Mana shu filtrimiz rasmiy diler bo'lganimizdan keyin rasman Braziliyadan kirib ketdi. Ko'rsatasiz operator? Xuddi mana shunday filtr. Bu filtr nima mashinaga tushadi? Bilganlar kommentariyga yozib ketinglar. Agar sizlarga ham Mahle filtrlari qiziq bo'lsa, bemalol Doktor Dizel hamda Aziya Avtoplusga bemalol murojaat qilishingiz mumkin do'stlar. Safar oldidan yo'lga tayyorgarlik do'stlar. Xudo xohlasa ertaga biz Polshaga yo'lga chiqamiz. Mashinamizni zamina masalasi yetib keldi. 25 ming kilometr yuribmiz. Enok Vulcan 990. Ashtios pes ko'ryapsizlar, menda 3477 dopuski bor. Hamma mashinaniki bor bu yerda. Va bunga Avstriyada ishlab chiqarilgan Mahle, mana ko'ryapsizlarmi? Sifat qadrlovchilar uchun maslinli toplinli filtrlar. Hozirgi kunda salarkamiz ko'p bo'lyapti, o'shaning hisobiga mana shu toplinli filtrdan bitta mashinaga zapas qilib qo'yishni so'rayman. Keyin qolaversa, ko'pchilik manlarda mana shu yerda astoyni filtri bo'ladi. Ko'pchilikniki mana shu yerga chiqarilgan bo'ladi. Buni sizlar yo'lda bo'lsalar yo o'rab qo'yinglar yoki yo'lga chiqmagan bo'lsalar hali mana shunaqangi joyga olib qo'yishlar kerak do'stlar. Sababi yo'lda sovuqda pryamoy sovuqib salarka muzlash holatlari ko'p bo'lyapti. O'shaning hisobiga bu yerda turgan joydan tepaga olib qo'yasizlar. Yo'lda bo'lsalar yaxshilab o'rab qo'ysalaring, salarkalar muzlamaydi. Mashinamizda biz mana Yevropaga kirish borib kelyapmiz. O'rtacha 25 ming kilometr bo'lyapti. 26 ming ham bo'lib qoladi xil paytda. Xudo xohlasa, shuni haqida moy almashtiryapmiz. Doktor Dizildamiz kelarasizlar bemalol. O'sha mashhur manimiz. Euro 5 motor, zavodskoy, turbinasi bitta turibdi. Obgula sistemasi Euro 6. Do'stlar, moy poddelkasi bo'yicha kecha video qo'ygan edim. Bugun mana o'zimizni mashinani moyini almashtiryapmiz. Qaranglar do'stlar. Mana shu Enokning original moyi. Ko'ryapsizlar? Plombasi ochilishi juda ham qiyin. O'zini original Enok epikirovkalari turibdi. Mana shu ko'rishingiz ham mumkin. Qani, bitta mana shu moyni qo'lingda ochib berchi. Qo'lni ochib bo'ladi. Ha, ochib bo'ladimi o'sha? Ha, filtr kulishni ochib qo'yading-da, xullas, to'g'rimi? Qo'lda ochib bo'lmaydi, filtr kulishni ochish kerak. Xullas, mashinamizni quyapmiz. Hozirda 20 talikdi. Mana shu yerdan haqlasalar ham bo'ladi, keyin qo'lda oson ochib ola olmaysizlar Enok moyini. Mana hozir mashinamizga quyishni boshlayapmiz do'stlar. Mana moyni o'zini rangini ham ko'rishingiz mumkin. Ozgina rangi qizilroq bo'ladi. Lekin motorda ichini yuvish xususiyatiga ega do'stlar. Ahror, bu nimaga Euro 6 manni motori hech kimga yoqmaydi? Aslida hammaga yoqadi, просто kiradish olganda kirashlarni almashtirib, yog'larni ko'rib, kirabirliklarni qo'ysaga hamma yo'q, yaxshi yuribdi ko'pchilik aka. Akalar, mana ustaning gapini eshitdilar, o'zi asli bu shogird bo'ladi-yu. Usta emasda aytaman sizlarga, Euro 6 mashina olsalaring, olgan zahoti kiladishini tekshirtiringlar. Egasi almashtirib qo'ygan bo'lsa shart emas, lekin almashmagan bo'lsa o'sha kiladishda almashtirish kerak. Birinchi ochirishda klapinlar regulovka qilinadi, zamina masla qilinadi, Enok moylaridan albatta. Mana Scania korobka olsalaring, Scania korobkaning shaybasi bor.
shaybasi ko'rib qo'yiladi, disk scepleniya vijinnoy ko'rib qo'yiladi. Bo'ldi, shu bilan bu Euro 6 manda ortiqcha kasali yo'q. Mana bu yerda kompressorini Euro 5 qilish kerak deyshadi. Buni ham $100 ga hozirgi kunda shesternasi chiqqan. Shesternani o'zini qo'yib qo'ysalar ham bo'ldi, bu ham yuraveradi do'stlar. Mashinani olganda yaxshi ustiga ko'rsatinglar. Sizlarga tavsiya qilayotganim mana shu Ahrorjon, kesalaring, mashinalaringni reska tayyorlab chotka qilib beradi. Doktor Shinada, uzr. Doktor Dizelda, Qo'qonda do'stlar. Doktor Dizel. Doktorlar ko'pda bu yerda, shancha ozgina parod qilib qo'yamiz. Doktor Dizelga kelasizlar, Ahrorjon shetda motor sohasi bo'yicha yaxshi ustakalardan nomerlarni videoni tagida qoldiraman. Moyda zo'ri enoq do'stlar. Kelinaveradi, biz ham mana zaminamaslarni qilyapmiz, xudo xolasa. Yoki biznikiga o'xshagan zavodskiy Euro 5 motoridan olish kerak. Barchaga xayrli kech do'stlar. Xudo xohlasa Qizil 05imizda motori yig'ilyapti mana. Alimjon usta bosh rolda. Motorda at ido qilib, mana maxle gilza bilan kolsa qo'yildi, guliko qo'yildi, kladishlar. Galovkamiz mana bu yerda tayyorlanyapti. Euro 5 galovka, umuman tresheniyasi yo'q. Chotki holatda qilib, xullas kalom, mana shunaqangi noldan yig'yapmiz do'stlar mana. Kardinka bilan distsiplina ham yangi qo'yilyapti. Xudo xohlasa motorimiz ideal. Qolaversa, yangilikda ikkinchi qismi. Mana yerdan oq tulporimiz tayyor turibdi. Ertaga ertalab Farg'onadan Polshaning Lodis shahriga atirgul yuklagani ketaman. Xo'p, tegachdi, oldi hadovoylari bo'ldi. Tarsiyona qilindi, oldi tomon hadovoy qilindi. Xudo xohlasa, tegacham at-ido bo'lyapti. Pritsepimiz tayyor narada turibdi. Oq tulporimizga ertaga ertalabga xudo xohlasa Polshaga yuklaymiz. Oq tulporimiz jangga tayyor do'stlar. Bizni kuzatib boringlar. Endi o'zim ketib qolaman, lekin sochoq chetda qoladi. At-ido qilib tayyorlanadi, xudo xohlasa do'stlar. Doktor Dizeldamiz, xizmat olsa kelasizlar. Do'stlar, va nihoyat $7000 motorni o'ziga pul ketdi. Yurish muddati cho'zilib ketdi, sababi bu motorda bolt gaykalarni izlashingiz umringiz yetadi azimjon. Xullas kalom, motor ziboriy yurib kelsa, stuk bergan bo'lsa, tortib kelinsa, bolt gaykasi qaytadan yechilgani aniq bo'ladi. Lekin ustalarga malades, bu yo'q, sochilib ketgan motordan bitta motor yig'ildi. Blok, val, galopka, gilza, kolsa, kladish. $7000 pul ketdi o'sha motorga. Mashinani bilan pritsep hadovoyiga $2000 pul ketdi. Balon, malon, qolgan mayda-chuyda ishlari bilan yana $1000 ketadigan bo'lsa, shu mashina bilan pritsepiga o'xshi $10000 pul ketdi do'stlar. Inshaalloh hozir yurgizishni harakatidamiz. Elektriklarimiz chiqadi, kabellarni ulaymiz, moyni quyib yurgiztiramiz. Ertaga radiator bilan qolgan joylari bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizga KB antifrizlari, maxle filtrlari, enok moylari quyilyapti. Bu $7000 pul, mana shu enok moyida bilan KB antifrizni pulini olganim yo'q, pul berganim yo'q ularga. Enok chakalarimizga rahmat, sovg'a qilishdi yangi mashinaga, ko'ryapsizlar o'zlaring. Maxle filtrlari ham sovg'a bo'ldi. $7000 pul prosta taka ketdi. Endi shuni rezultatini eshitish uchun mana shu yerda qarab turibman do'stlar, bir duo qilib qo'yinglar. 1 soat yurgizdiramiz mana shu motorimizni. Sraz qo'yaman videosini. $7000 riskovat qilyapman endi akalar hozir. Motorimizga $7000 ketdi va biz bunga enok moylarini tanladik. Xudo xohlasa, enok moylarimizda bu motorimiz juda ko'p yurib beradi. Balki oldin shu enok qo'yilmagan hisobiga blok vali qisganmi hayronman. Xudo xohlasa, zavod qilishimizga sanoqli soatlar qoldi. Moylarni quyib, klapanlarini tortib, elektrik akalarimiz ish olib boryapti bu yerda. Xudo xohlasa 05 manimizni zavod qilamiz inshaalloh. Duoda bo'lib turinglar. Bugun ovozini eshitib ketishlik nasib qilsin. Chunki ertagalikka o'zim ketaman reysga. Jigarlar, inshaalloh, Allohimga shukr. Motorimiz yurdi, uni ovozini eshitishga mumkin. Hozir radiatorlarimiz yo'q. Ertaga radiator qo'yib, qizdirganimizdan keyin ovozlari bundan ham past edi. Allohimga shukr. Azimjon jigar, kattakon rahmat sizga.
Mana shu bala shu motorni 0 dan voltgacha o'zi izlab topib yig'di. O'zim klapini tortdim xolos, to'g'risi. Ko'rish mumkin. Qo'shog'imiz yurdi. Xudo xohlasa biz yana bitta mashinaga yangi hayot bag'ishlay oldik do'stlar. Inshaalloh ertaga o'zim ketaman. Qolgan kamchiliklarini qilib mashinamiz reysga tayyor bo'ladi. Bej o'tab turibdi, ko'rishlaring mumkin. Hop, mana old tomonini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Allohim o'zingga shukr. Mashinani yurgiztirib oldik. Inshaalloh ertaga qolgan ishlarni bitirib tayyorlaymiz. Hammaga o'zi orzu qilgan mashinasidan nasib qilsin. Inshaalloh biz o'zimizning mashinamizni yurgiztirib oldik. Shu proses sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, like, podpiskani bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlarini qoldiringlar do'stlar. Assalomu alaykum akalar, xudo xohlasa motorimiz yurdi. Bilasizlar, bu mashina 2 yildan ko'proq muddat, balki 2 yil qolib ketgan. Motori yechganda rulovoy nasosni ham yechib yuborishgan. Shu sabab bilan rulovoyimizda moyi ham qolmagan. Rulovoyga qanaqa moy quyiladi desalar, mana Enok moylarini Active Premium degan moyi bor. ATF Dextron 3 standartiga javob beradi. Rulovoyga mana shu moylardan quyiladi. Xudo xohlasa hozir moylarimizni almashtirib, rulovoyga ham quyamiz. Xullas kalom, mashinani jamiki moy jitkiz sistemasi borki, mana shu Enok firmasinikidan quyilyapti do'stlar. O'zim hozir ketaman. Radiatorimizni bitta tozalatib joyiga qo'yishimiz kerak hozircha do'stlar. Bu servis xizmatlari Doktor Dizelda olib borilyapti do'stlar. Assalomu alaykum akalar. Mahle kompaniyasidan zimniy filtr. Bu Xitoy filtr bo'ladi. PL 420, 270. Korpusi temirli. Ko'proq manevr oltilarda tashqarida turgani uchun muzlab qoladi. Buni o'ylagan Mahle kompaniyasi bo'lsa, mana zavodskoy plastmassa korpusda chiqarishgan. Ko'rib qo'yasizlar, qayerda ishlab chiqarilganini, Braziliyada ishlab chiqarilgan. Kuni soatigacha yozib qo'yilgan. Mana shu filtrni sizlar kecha nimaga qo'yiladi kommentariyaga yozgansizlar, ko'pchilik bilmagan. Xullas kalom, mana shu filtr DAFga, MANga yoki oddiy mana shu Xitoy filtrli korpuslarimizga qotirib qo'ysalar ham bo'ladi. Astoniyani vazifasini bajaradi. Korpusi plastmassaligini hisobiga sovuq kunlarda sizlarga effekti juda yaxshi bo'ladi buni akalar. Hozir mana Xitoy filtrda krishkasini qotirib qo'ydik. Bunda krishka bo'lmaydi, zavodskoy. Mana shu narsani misol uchun bitta solib qo'ysalar ham mashinalaringga yo reysga chiqishdan oldin manga dafga qotirib olsalar ham, xudo xohlasa Astoniya filtri muzlash degan muammo sizlarda bo'lmaydi. Mana Mahledagi zavodskoy nomeri ko'ryapsizlar, Braziliyada ishlab chiqarilgan original filtr. Buni qayerdan olaman deganlar uchun profillarda atmetka qo'yib ketaman. Shu magazinlardan bemalol xarid qilsalaring bo'ladi do'stlar. Mahle original Braziliyada ishlab chiqarilgan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Assalomu alaykum do'stlar. 22-yanvar Farg'onadan Polshaga bo'lgan safarimiz boshlandi do'stlar. Xo'p, Doktor Dizel jamoasiga kattakon rahmat. Qizil manimiz yurdi. Xudo xohlasa moykalarni o'zlaring ko'rishlaring mumkin do'stlar. Bugun safarimiz rasman boshlandi. O'tgan safar xabarlarim bor. Bitta filtrda orqasidan yo'lda rosa qiynaldim. Mana hozir yo'ldagi akalarimiz uchun kimga kerak bo'lsa, Mahle filtr, DAFga, MANga, MERSga oldim do'stlar. Endi bag'ga sovuqchilik, salarga muzlaydi, filtrlar tiqiladi. Hammasini zapasga oldim, xudo xolasa. Iloyim ishlayin tushmasin. Tushib qolsa yo'lda ko'rishib qolsak, so'rasalar bo'ladi bemalol. Aytganimdek, Doktor Dizel jamoasiga rahmat. Qizilmandi chetga topshirdik. O'zimiz safarga qarab ketyapmiz va Enok moylariga ham juda ham rahmat kattakon. Xudo xohlasa moylarimizni almashtirdik. Enok moylari kimga kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Instagramlarda ham turib ko'zlarida. Bizning safarimiz boshlandi. Ko'pchilikka narx qiziq. Yukimiz atirgul ko'chat 9,5 tonna, tonnasi Polshaga Farg'onadan $6,000 yuklandi. Baribir so'raysizlar ko'pchilik. Bir duoda bo'lib turinglar. Yo'ldagi sharoitlarni ko'rsatib netib ketamiz. Kimga kontentlarimiz qiziq bo'lib turgan bo'lsa, kommentariyada o'zlaringiz fikrlarini qoldiringlar. Inshaalloh biz yo'lga chiqdik do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Inshaalloh
Qozog'istondamiz. Hamma yoq oppoq qor do'stlar. Zapravkalarni qilib oldik. Salarkani karta bilan 308 dan berdi. Bugun 23-yanvar do'stlar, 2026-yil. Mana zapravka. Men salarkaga o'zim quygan narxga javob beraman. Sizlar nech pul quyasizlar? Xo'jayinlar sizlarga nech pul deydi? Iltimos, hurmatli xo'jayinlar, shopirlarga ishonsalar ham mashina mindiringlar. Mana biz ketgan salarkamiz. Ko'pchilik salarka haqida video qo'ysam qo'ymagin deydi. Xo'jayinlarimiz bizni boshimizni qotiryapti, boshqa qilyapti deydi. O'shanga akalar ishonsalar ham keyin beringlar mashinani avvalambor. Keyin biz mana bugun quygan sanamizni, mana zapravkani ko'rsatib ketamiz do'stlar. -18 dedi. Akamiz ham antiga qo'shdi 530 talikdan. Men o'zim ham Mannoldan antigadan qo'shib oldim. Xudo xohlasa endi ketyapmiz. Kecha o'tib olganmiz. 5 larda o'tib, Mayskida qoldim. Yallamadan o'tib kelib, hozir yo'llar erigan. Yallamada bugun azon soat 3:04 da 6 kilometr ochilib bor edi. Shunaqangi gaplar hozir. Mana akam bilan birga ketyapmiz. Salarkalarimiz to'ldi. Polshaga bo'lgan safarimiz davom etyapti. Yo'llar u tomonlari sovuq deyapti. -25-30 degan. Endi xudo xohlasa Allohdan so'rab sekin ketaveramiz. Assalomu alaykum. Mana jigarim Baxtiyor aka kirib kelishyapti. Ko'rishmaganimizga ham qancha oylar bo'lib ketdi? 1 yil bo'ldi. Xudo xolasa Germaniyaga ketishdi. Akam qaytishyapti. Ular ketib turganda men kelib turdim. Germaniyadan hozir mana ular kelyapti, men ketyapman Polshaga qarab. Jigarim mana ko'rib turibsizlar. Shunaqa yo'lda ko'rishib qolish yaxshida qadrdonlar bilanchi. O'sha DAF eslaysizlarmi? O'sha adashmasam iyulmi, avgust oyida mana shu mashinani Baxtiyor akamga olganmiz. Shu bilan mana nimalarini qilib, reyslarni qilib jigar qaytishdi xudo xolasa. To'xtagan joyimizdan antina chiqmay qoldi. Ketib kelishdi mana xudo xolasa ko'rishib. Salom alaykum qilib choyda ichib xudo xohlasa birga ketamiz sizlar bilan. Biz Qozog'istondamiz. 1460 kilometrga kelib to'xtadik. Mana shu yerda hozir choy poyda ichamiz. Ketamiz. Mana biz toychog'imiz xudo xohlasa havolar -7. Normalni hammasi jigarani yetib kelib olishdi xudo xohlasa. DAF shvozlari uchun DAF Euro 6 Shmitreflari bilan Germaniya safarini akamiz tugatish arafasida xudo xolasa bugun kechqurun chegaraga yetib olishadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kelishdi. Assalomu alaykum do'stlar. Irgizdan barchalarga salom. -18 gradus shamoli bilan uryapti. Hozir mana shu akamizning mallarini salarkasi to'g'nab qolgan. Aytganimdek o'sha astoyni filtridan doktor dizel jamoasi tomonidan berilgan mana shu zimniy salarka filtrimiz akamizga sovg'a qilyapmiz. Salarkasi mashinani to'g'nab qolgan do'stlar. Mana shu Euro 6 mallarni ko'p tashqarida. Hozir men qanaqangi ko'rsatarisizlarga bilmayman. Hozir harakat qilaman ko'rsatishga. Mana shu filtr tashqaridaligini hisobiga salarka to'g'nab qolgan. Hozir mana ko'rasizlar. Ko'ryapsizlar salarkaning ahvolini. Hozir zavod bo'lgandan keyin salarkasi aylandi. Akamizga mana shu filtrni beryapmiz. Sizlar ham mana shu reysga chiqishdan oldin bu sovuqlarda mana shu zimniy filtrdan qo'yib olishlaring kerak. Filtr korpusi plastmassadan bo'ladi. Korpus qalin. O'shani hisobiga bunaqangi sovuqlarda chidab beradi. Qo'shimchasiga yana o'rab qo'ysalar ham yaxshi bo'ladi. Dilshod akam bilan ko'rishganmiz, Qo'ysoyda qadrdon. Aka mana xohlasangiz qo'yib olasiz filtrni. Assalomu alaykum. Doktor dizel jamoasiga omad tilab qolamiz. Rahmat aytib qo'yasiz, xudo xolasa. Keyingi safarlarga sovuqda siz mana shu plastmassa korpusligidan oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa muzlamaydi aka. Mana akamizga berdik. Sog' bo'lasizlar. Dilshod akam chetda, biz safarimiz davom etyapti do'stlar. Juda ham sovuq, juda ham. Akalar. Nima deyapti? -25. Xudo xohlasa Qorabutog'dan Xramtauga qarab ketyapmiz. -25 do'stlar. Tashqariga chiqsalaring 30 deb beryapti dasishiniyas. Allohga shukr. Toychog'imizga tfu ko'z tegmasin. Padvalit qilgani yo'q. Avvalo Alloh, biz sababini qilamiz. Qolganini ko'rsatuvchi Alloh. Moyimizni yangi almashtirganmiz. Enok moylari -25 ta mana
Xudo xohlasa parod qilgani yo'q. Yetmaganiga mahli filtrlarimiz ham juda yaxshi muzlagani yo'q. Salarkani ham o'ziga yarasha antigenlarni qo'shganmiz. Hozir tashqarida yashigimda enok moylari turibdi do'stlar. Sveji ketyapti 47 paletida. Kamida paletni ichidan -20 da. Xudo xohlasa quyilmagan moylar o'zini qanaqa tutyapti ekan, uni ham ko'rsatib ketaman. Xudo xohlasa enok moylarimiz bilan mahli filtrlarimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hamma yoq qor, ko'cha sovuq. Mashinamiz mana pechkalari ham ishlab turibdi. Inshaalloh Allohdan so'rab safarimizni davom ettiryapmiz. Sizlar ham bir duo qilib turinglar. Hali Penzagacha, Moskvagacha daji shunaqangi holat ekan. Assalomu alaykum akalar. Rossiyaga o'tyapman. Bir sutka internetim ishlamaydi. Xudo xohlasa tongi soat 4:35. Hozir Jaysandamiz, ochretlar yo'q, kelarasizlar. 25-yanvar. Прямо darvoza почти. Hozir Rossiyaga o'tib olsak, bu yerda svязь bir kun ishlamaydi, endi iloji yo'q. Shit o't qolamiz, kutamiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Tashda svязь chiqmasam xotirlanmaysizlar. -21. Освещение 28. Balki shu oxirgi video bo'lishi mumkin do'stlar. Chunki biz Rossiyaga kirib oldik. Sagarchin 25-yanvar, obedki soat 11. Granitsada hech kim yo'q. -21, mashinani o'chirganimiz yo'q. Mana isboti, eriblar ketgan chekkalari. Mashinani o'chirganimiz yo'q xullas. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qorda mana muzlarni yashilda ichida o'zi ko'tarib ham qolyapti. -21 da yashilda ichida mana sveji keban frislari 28 ushlayapti. Ovozni eshitasizlar-a? Aytqaylar. Mana keban frislari realni sinalgan. Enok moylari 0-20 trekkerchilar uchun sveji bo'lyapti videoyimiz. Mana 0-20 moyimiz. Mana -21 holatida. Xullas Rossiyaga o'tib oldik do'stlar. Rossiyaga o'tganimizdan keyin mana sim kartam shunaqangi bo'lib qolgan. Bir sutka ishlamay turadi. Chunki go'shtlugadan o'tmagan bu. Bir sutka ichida hech qanaqa svязь bo'lmaydi. Hozir roamingimiz yonsa o'tsa deganim, uzr, roamingimiz o'tsa keyin shu nimamiz ishlaydi, sim kartamiz. Chegarada hech kim yo'q, bemalol kelaverasizlar. Xullas kalom, mana shu sovuqda mashinani o'chirmadik. Antifriz holatini ko'rib turibsizlar. Moyda holatini ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda hozir mana shu narsalarimiz bor yana. Oddiy mana 5:30 ham bor ekan. Ko'ringlar, hali ochilmayapman-da. Hozir ochamiz. Mana 5:30 moyimiz ham bor ekan. Moy ham umuman tashqarida turibdi. Kechadan beri ko'rmagan ob-havosi qolmadi. Mana holati zo'r. Ozgina bor endi, vali hamma moyda ozgina bo'ladi, lekin holati yaxshi. Enok moylari keban frislarini tavsiya qilaman. Biz Rossiyaga o'tib oldik do'stlar. Sizlar bilan bir ikki aloqaga chiqarmasligi mumkin. Shuning uchun rozi bo'lasizlar do'stlar. Akalar, xullas kalom, antigel tayyorlashni boshlaymiz. Kalonchi. Enok moylari benzin olganmiz 20 ta. Bunga -30 bo'lib ketdi hozir havomiz. Benzinimizga qo'shamiz buni. Benzinga qo'shib turib, hozir bitta qo'lda bilmayman qanaqa qo'yaman. Keyin bu benzinni refga qo'yib yuborishimiz kerak. Hop ana. Nimaga bu moyni qo'shyapmiz? Benzinni aktaniga aralashtirishimiz kerak. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqangi holat bizda hozir. Hozir mana tayyorlangan antigelimizni Короче, bakka ham qo'shamiz ozgina. Refga bir 6 litrini qo'yib yubordim. Bakka salatamiz yaxshi. Buni ham qo'yib yuboramiz, tez chiqmaydi.
Xullas salom do'stlar. Sovuqda shunaqangi qilib ehtiyotlaringni qilasizlar. Hozir mana zapravkachigimiz tugyapti bunga. Hop, yetmaganiga bu moyni ham qo'shib yuboramiz. O'zi bu yerda faqat enoq quyishli shart emas, mana moyni ko'ryapsizlar. Luboy xohlagan moylarni quysalar ham bo'ladi. Endi biz yana sifatliroq moy quyapmiz. Qolgani o'zlarini xohishlaring xullas. Sovuq yomon bo'lyapti. Lekin mana salarkalarimiz yaxshi holatda turibdi, ko'ryapsizlar. Yomon emas salarkamiz. Endi o'zingni ehtiyot qil. Qo'shningni o'g'ri qilma degan gap bor. Xudo xohlasa shu naqlga amal qilyapmiz do'stlar. Bo'ldi. Xo'p, vaqtga ko'ramiz. Chata. Все, откройте полностью. Полностью откройте ayda. Rekordlarimiz yangilanishni boshlayapti. -27. Ko'pchilik ABSni qanaqa qilib o'chirdingiz dedi. ABSga yangi ABS taraq, yangi ABS datchik qo'yib chiqqanmiz. Prosta yo'lda qor yog'ib, yomg'ir bo'lganda hisobiga ABSimiz yonib qoladi. 99% persepti ABS yonadi. 99% persepti o'sha sredniy mostida ABS taraq datchik bo'ladi. Bitta simchotka bilan karib olasizlar, videshka bo'lmaydi. Tozalab turib o'sha karib set qo'ysalar, shu ABSni ham o'chadi. Agar datchiklar ishlab turgan bo'lsa. Inshaalloh Penzaga 2 kilometr qoldi. Bugungi kun bo'yicha 8 kilometr masofani bosib o'tdik. Ketyapmiz do'stlar. Do'stlar, assalomu alaykum. Bo'zbashga kelganda Jigar bilan ko'rishib qoldik mana. Premiumda ishlashadi akamiz. O'zi ham bizga borib ashaddiy muxlisimiz ekan. Jigar, shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, addushi rahmat, sog' bo'lasiz. Ana mashinalari yangi Volvo 2024. Ana chiqib kelishyapti, xudo xolasa. Akamizga yoqib o'ltirib qo'yamiz. Ishlariga omad, charchashmasin. Biz bo'lsa safarni davom ettiramiz do'stlar. Sog' bo'lasiz. Orqalarida mana sheriklari yangi man 2024 zavodskiy yerda go'shidan. Mana akamizdan chiqib ketishyapti, xudo xolasa. Oq yo'l akalarimizga, jigarlarga omad. Hoppa. Mana ko'chalar вообще gavalyot. Mana hamma sekin haydab ketyapti. Ko'chalar polni gavalyot. Qor keldi bizlarga, qor. Hamma joy oppoq bo'ldi mana. Qor. Gavalyot. Assalomu alaykum, Belorussiya, Vornova. Xudo xohlasa mashinamizga salarkani quydik. Biz 22-kuni uydan chiqqan edik. Mana bugun 28-kuni abed. Qozog'istonga o'tganimizni hisoblaydigan bo'lsak, 23 o'tganmiz Qozog'istonga 5 kun. 5000 kilometr. Yana kecha Minskda dazol keldi O'zbekistondan. Yangi dazollar chiqsa kerak deb eski dazollarni tashlab keldim. Uspet qilmayman baribir deb Allohga shukr. Uspet qildim va 5 kunda 5000 kilometrdan oshiqroq masofani bosib yetib kelib oldim. Avvalo Alloh ota-onam duosi sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring bilan Xudo xohlasa biz hozir nimaga kirishga, Litvaga kirishga harakatdamiz. Yukimiz Skaroport, ochret unaqa ko'p emas. Eski dazolda ham eplab uspet qilib kirib olar ekanmiz do'stlar. Yangi dazol olganlar bo'lsa yozib yuboringlar. Ob-havomiz mana 0 gradus. Hamma yoq qor, unaqa sovuq emas. Lekin mashina holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Shunaqangi gaplar hozir biz borib ochret olib, dokumentlar qildirib, inshaalloh nimaga kirib ketamiz. Litvaga qarab, keyin Polshaga o'tamiz. Salarkaga keladigan bo'lsak, 386 kilometrdan chetgacha 220 ta salarka oqibmiz. Mahkam olib kelgan bo'ladi. Barchalarga omad, yo'ldagilar, cho'ldagilar, qadrdonlar sog' bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. 5 kun 5000 kilometr
Allohning izni bilan bugun ertalab Minskdan yurgan edik. Yukimiz Skara portligini hisobiga avvalo Alloh ishimizni o'ngladi. Xullas kalom, mana shu Shalchininkai bo'ladi. Belarus tomonga kelsam, oldimda 5 ta mashina bor edi. Belarusdan Litvaga o'tib olishga ham ulgurdim daji. 14 soat 20 minut vaqtim ketibdi. Minskdan betgacha 230 kilometr yurib kelib, bu yerda ochret turib, taqa o'tib ketganimcha. Xudo xohlasa, chip kartani bez narusheniya chegaradan ham o'tib 40 minut qolganda 15 soat bo'lishiga damni olishga qo'ydik. Hozir stoyankaga oq tulporimiz tayyor. Ketishga yana ko'z tegmasin. Ertagaligi shu persepta bezini biz ham Vilnyusga borib ko'rsatib olamiz. Hammasidan ham bitta narsaga nima mana tabiat manzarasini qaranglar, go'zalligini. Qolaversa, aytganimdek o'sha eski dazvol bilan kelgan edim. Inshaalloh 31-kuni dazvol tugaydigan muddatigacha biz Polshaga kirib yukimizni tushirgani borib olamiz. Yukni tushirgani Xudo xohlasa 1000 kilometr yo'l qoldi do'stlar. Assalomu alaykum barchaga. Xullas kalom, Vilnyusdamiz, Grachina 30 da yonida Valentin degan usta bor. Xullas kalom, o'zimizning mashinamiz ABS datchigini ham, tarag'ini ham yangilab chiqdik. Eslangda bora. Qaranglar. Mana shu ahvol. ABS krandan ABS datchikka kelgan kabel endi 2016 ishlab chiqarilgan o'zining originali. Mana shu holatda ko'ryapsizlarmi? O'shani hisobiga bu massa berib ABSni yonib turgan ekan. Ikkalasida ham bor. Mana shu ikkalasini hozir almashtiryapmiz. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman, faqat ABS taraf datchik almashtiravermasdan mana shu kabelga ham qarab qo'yinglar. Endi hozir bilmaymiz bu nechta pulga tushadi. Aka, umrimizda eng qimmat moykani qildik-a. To'xta dizelni moykasidan qo'ymasin. Qarochi, bu usta ertaga qilamiz deb turadi bizga. Bo'pti deb keyin moykaga olib kirib yoki ketaboraman ham deb turadim. Moykaga olib kirdikda mashinani dunyoda yo'q dokumentlar so'rayapti. Xullas, moyka qilish uchun pasport olib ket, pasport olib ket, pravo olib ket, og'ir hazillashib o'zim texosvotram olib kelaymi dedim. Mashinani chala-chulpa qilib faqat kartira urdi xolosda. 60 yevro. Примерно 8000 so'm pul oldi bizdan. Ko'rishingiz mumkin. Endi iloji yo'q. Buni ustini yuvib ham berardi. Prosta ustalarni vaqti bo'lib tezroq kelib qoldi. Dunyodagi eng qimmat moykani qildirib, ustalarni oldiga kelib, mana hozir abezimizni to'g'latyapmiz. Nech pul ketganini sizlarga yozib ketaman, xudo xolasa. Biz Polshaga qarab yuramiz. Assalomu alaykum. Polsha S8 yo'li bu. Mana 60 gram deyiladi xullas. Lomjaga Gdetta 30-40 kilometr yetmasdan to'xtab olamiz kecha. Bilasizlar, parkingga 20 minut Taxoda xatolik bilan kirib keldik. Raspetchatkani qilib qo'ydik. Xullas, parking topolmay qoldim kecha. Ana shunaqa qilib to'xtashga majbur bo'lganmiz. Yo'l ochiq kecha. Bitta treyler ham bemalol o'tib ketgan. Hozirgidek bir soatlarda yurishni boshlaymiz. Yukimiz Svishkoga, Germaniya bilan chegaraga 640 kilometr masofa bor hali. Mana shu yerda turibmiz do'stlar. Orqamizdan ham bittasi kelgan mana. Xudo xohlasa 640 kilometrda borib yukimizni tushiramiz. Bugun finish rastamoshga yetib boramiz inshaalloh. Polsha ham havolar sovib ketdi. Mana shu yerda dam oldik. 1 soatlarda yurib ketamiz. Havo juda sovib ketdi. Zillatyapti o'zi ham. Finishga bir qadam dedik-ku. Bu yerda bo'lsa mana transportni tog'alarimiz turibdi. Transportni tog'alarimiz tayyor turishibdi. Hammani tekshirgan. Shunaqa gaplar akalar. Inshaalloh bugun finish. Assalomu alaykum. O'zbek yigitining qanday qilib Polshadagi birinchi kuni. Xullas, Polshaga kirdik. Deyarli Belorussiyadan, Minskdan beri ovqatlangan ham yo'q edi. Mashina produkti yo'q. Hali suxoy payok ketib turadim. Hozir 45 minutlik pauza kelganda Orlenga kelib to'xtadik. KFC bor ekan. O'zi ham qarochi 117 zlot, $36 pul bo'ldi. Hali 50 talik boksini oldim. Bir hafta ketsa kerak bu. Marojna qo'shib bersa deylar, ice cream podarkaga. Xullas 45 talikka to'xtadik. Hozir bu yerda 45 minut pauzani qilamiz. Yukimizni tushirishga 350 kilometr qoldi. Endi shu qilib bu tovuq go'shtini yeb
xo'roz bo'la qichqirib yorib ketaveramiz. Xullas, shunaqa gaplar akalar. Parking toza, havo -2. Xudo xohlasa manzilimiz yozgina qoldi. Shanba yakshanbani hisobiga ham ataylab qaytishga yuk olganim yo'q. Dushanbadan qarashni boshlaymiz. Lekin Olmadagi akalarimiz 4-5 ta telefon qilishdi. Narxiga kelishganimiz yo'q. O'ylayapman, xudo xohlasa mashina yo'q, bekorga telefon qilmayapti. Dushanbagacha kutadigan bo'lsak, xudo xohlasa yaxshi narxlarga yuk olsak kerak. Hozircha biz pauzadamiz. Obed qilamiz endi, kelaverasizlar. Sovuqda qalay ketar ekan marojnasi. Do'stlar. Hoppa. Assalomu alaykum, hurmatli Arzon Furani podpischiklari va hurmatsiz negativlar. Kecha Belarusga kelib 5 kunda keldik degan videoni qo'yganimizdan keyin bittasi 5 kunda 5000 kilometr yurib bo'lmaydi deb video qo'yishibdi. 5 kunda 5000 kilometr yursa bo'ladi do'stlar. Lekin sizlarga tavsiya qilmayman. Ana biz hozir 31-yanvar Polshani Sirk tamojinsidamiz, Germaniya bilan chegaradagi. Ishonmaganlar uchun yana bitta video qo'yib qo'yaman, bayroqlarni ko'rishingiz mumkin. Qaranglar mana. 23:01:26 O'zbekistondan chiqilyapti, Qozog'istonga kirilyapti. Ko'ryapsizlarmi? 25-kuni, ya'ni Qozog'istondan chiqilyapti. 25-kuni Qozog'istondan Rossiyaga kirilyapti. Mana 28-kuni Belorussiyadan chiqilyapti. Endi o'zingizcha tushuninglar. Vodiydan Qo'qondan ana shu Belarusiyani tamojinsigacha 5000 kilometr. Endi mana 30-yanvar kuni 28 o'tib dam olinyapti. 29-kuni yurilyapti, boshqa qilinyapti. 30-kuni mana Polshani 1000 kilometr nimasiga kirib kelyapti. Albatta buni biz 2 kunda yuryapmiz. Taxograf bo'yicha Belarusiyada ham taxograf bo'yicha yurilyapti. Yana yetmaganiga Belarusiyada, ya'ni Smolenskda to'xtagan bo'lsam, Minskga kelib dam olib, 9 soatlik pauza qilib, samolyotdan dazvol yetib kelyapti. Dazvolni olib yuryapman 28-kuni. O'sha kunning o'zida kelib, mashinamiz yuki Skaroport bo'lgani uchun Litvaga kiryapmiz. Litvaga 28-kunning o'zida kirilyapti. 2 kunning ichida mana 30-kuni kechki payt yetib kelyapman. Polshani Sirk tamojinsiga. Betgacha общий hisobda 6300 kilometr bo'ldi. Xohlasalaring mana shu yerdan navigatorga uradigan bo'lsalaring, Qo'qonni 6000 kilometr chiqarib beradi. Svishkodamiz hozir biz. Endi bitta ikkita negativlar uchun nima deymiz? Sen o'zing yura olmasang, boshqasi yura olmaydi degani emas. Shuning uchun og'zimizdan chiqayotgan hamma gapga biz javob berganmiz. Bundan keyin ham javob beramiz. Sizlar kirib olib negativ yozaveringlar. Biz soqqani bosaveramiz do'stlar. Biz Rastamochkadamiz. Endi dushanba kuni Rastamochkamiz bo'ladi. Dushanbaga yukimizni tushirib, xudo xolasa boshqa yuk olishga harakatidamiz.